Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. Bu men bilan it parvarishchi sifatida ishlayotganimda yuz bergan dahshatli voqea. Bir kuni internetda it parvarishi uchun ko'p pul to'lashni va'da qilgan odamni topdim. Uyi uzoq bo'lmagani uchun uning itiga 3 kun davomida qarashga rozi bo'ldim. U uyning oldiga kelganimda eshikda "Itdan ehtiyot bo'ling" yozuvi bor edi va chirigan ovqat hidi kelardi. Eshikni taqillatganimda ichkaridan erkak kishining ovozini eshitdim. U "Eshik ochiq, kiravering" dedi. Keyin it vovullagan ovoz eshitildi. Vovullash juda vahimali itniki kabi eshitilardi. Men biroz xavotirga tushdim. Eshikni ochib kirganimda uyda hech kimni ko'rmadim. Men "Siz shu yerdamisiz?" dedim. Mehmonxonadan itning nafas olishi eshitilardi. Ovoz tobora yaqinlashib kelardi. Egasini qidirayotganimda it kutilmaganda paydo bo'ldi va men qo'rqib qichqirib yubordim. Lekin bu it emas edi. Bu odam edi. 4 oyoqlab yurib menga uy hayvoni kabi yaqinlashayotgan odam. U 30 yoshlardagi erkakka o'xshardi. Bo'ynida it bo'yinbog'i bor edi. U butun tanasini qoplagan mo'ynasimon mato kiygan, dumg'azasiga sun'iy dum taqilgandi. U menga "Keyingi 3 kun meni parvarish qiladigan sen bo'lasanmi?" dedi. Tanishganimdan xursandman. U dumini vahshiylarcha silkitdi, dumi ham silkindi. So'ng 4 oyoqlab oshxona tomon yurib, "Ovqat shu yerda" dedi. Bular kamyob go'shtlar. U itday panjasini harakatlantirib, muzlatgich eshigini ochdi. Ichida katta to'q qizil go'sht bo'laklari uyumi bor edi. Negadir etim junjikib orqaga tisarildim. U menga yugurdi. Boshini oyog'imga urib, "Shunday hang-mang turasanmi?" deb baqirdi. "Boshimni sila, boshimni sila." Men shunchalik dovdirab dahshatga tushdimki, baqirib yubordim. Keyin u qo'limni yalay boshladi. Bir necha soniyadan so'ng qo'lansa hid dimog'imga urilib, boshim aylanib ko'nglim aynidi. Men uni itarib ketdim. U vovullay boshlaganida eshikka qarab yugurdim. Uning vovullashi ajoyib darajada itnikiga o'xshardi. Men oldi eshikni tepib ochib yugura boshladim. Yugurish paytida orqaga qarab xato qildim. U 4 oyoqlab ajoyib tezlikda meni quvib kelardi. Shunchalik hayratlandimki, hushimdan ketay dedim. Men aqldan ozgandek yordam so'rab baqirdim. "Yordam! Yordam!" Bu yerda quturgan it bor. Odamlar nima bo'layotganini ko'rish uchun derazadan qarashdi. Menga qarab yugurgan odamni ko'rib, ko'zlari katta-katta ochildi. Birdan quturgan it odam oldimda paydo bo'lib, tishlarini ko'rsatdi. U menga qarab irillardi, juda ham dahshatli. Shu payt bir kishi beysbol tayog'i bilan kelib, itga ketishini buyurdi. Quturgan odam uni ko'rib, vahshiylarcha vovullay boshladi. Quturgan it odam u kishining orqasidan borib oyog'ini tishlab oldi. U vahimaga tushib, telba itchi yigitning boshiga to'qmoq bilan urdi. Yaxshiyamki, bu uni itday g'inshillab qochishga majbur qildi. Butun voqea aql bovar qilmas edi. Men shunchalik qo'rqdimki, nafas ola olmay qoldim. Erkak oyog'ida tish izi va qon bor edi. Lekin u jiddiy emasligini aytib, uyga bog'lashga ketdi. Men unga ko'p bor rahmat aytdim. U esa bu birinchi marta emas dedi. Ilgari bir yigit u uyda hayvon parvarish uchun ishlab, telba uni tishlab oyog'iga 30 chok qo'yilgan va bu telba yigit oldin bir marta qamoqda o'tirgan. U telba sizni tishlagach boshiga urmagunimcha qo'yib yubormaydi. Esda tuting janob, uni boshiga bor kuchingiz bilan urmasangiz, u sizni qo'yib yubormaydi. Shundan keyin men boshqa hech qachon it parvarishchisi bo'lib ishlamadim. Ammo men bu voqeadan keyin qo'rqinchli tushlar ko'ra boshladim. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar.